Yo, hammaga Assalomu alaykum. bugun biz Mojaloncherda sinab ko'ramiz akkaunt ochishda. Turgan paytlarni xuddi shunday tursa tepada plyusni bosamiz va o'rtadagi ikkinchisini tanlaymiz. Va ozgina kutamiz. Kirgandan keyin xuddi shu yerga bosamiz va joinni bosamiz va xuddi shu menyuda anketani to'ldirib chiqamiz. To'ldirib bo'lgandan so'ng esa robotmasman deysiz va buni isbotlaymiz. Isbotlab bo'lganimizdan keyin esa buni bosib registratsiya qilamiz va emailimizga kod keladi. Yangilaganimizdan so'ng esa kod kelgan bo'lsa uni nusxalab olamiz. Kodni yozib bo'lgandan so'ng confirm emailni bosib va akkauntimiz tayyor holatga keldi. Akkauntni ochib bo'lgandan so'ng esa endi o'zimizga xohlagan versiyani tanlab o'ynashimiz mumkin. Oddiy telefonlar uchun Optifine juda yaxshi deb hisoblayman. Men 20.2 versiyani yuklayman. Chunki bu versiyani men ko'p o'ynaganim uchun ancha yaxshi deb bilaman va ozgina kutamiz. Yuklab bo'lgandan so'ng esa biroz kutsak bizni mana shunga o'xshash panelga otib yuboradi. Va ozgina kutganimizdan so'ng esa bir o'zini faylni yuklashni boshlaydi va bu yerda ham ozgina kutishga to'g'ri keladi. Va yuklab bo'lganidan so'ng esa endi bemalol shu versiyani kirib o'ynashimiz mumkin va sizlarga bunda FPS va nastroykasini ham ko'rsatib o'taman. Va o'yinga kirishdan oldin ozgina nastroyka qilishni ko'rib o'tamiz. Bu yerda faqat kontrol qilsa bo'ladi, ya'ni mishka bu narsalar. Kirgandan so'ng esa birinchisida juda muhim narsalar yo'q bo'ladi, o'zlaring ham tushunsalar ham bo'ladi. Bizga asosan kerakligi mana shu Java shunisi. Mana shu narsani maksimalniga qo'yib qo'yishimiz kerak, telefonlarni qanchani ko'tarsa. Va ko'tarib bo'lganimizdan so'ng boshqa muhim nastroykalar yo'q, demak bemalol o'yinga kirib bir sinab ko'rishimiz mumkin va buni ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. O'yinga kirganimizdan so'ng esa biz mana shunday ekran kutib oladi va options bo'limiga kirib video settingsga o'tamiz. Va o'zlaringga yoqsa yoki yoqmasa muzikani o'chirib qo'yamiz. Masalan, menga muzika uncha yoqmaydi, faqat xalaqit beradi. Va endi video settingsga kirib animatsiyonlarni hammasini o'chirib qo'yamiz, ya'ni off qilamiz. O'chirib bo'lganimizdan so'ng esa orqaga qaytib buni maksimalniy nastroykalarga qarab bu 100 levelda 0 ga qo'yib qo'yamiz, ya'ni bu juda shart emas va buni yoqib qo'ysak qo'lda fakel yorug'lik taratib turadi. Chanklarni maksimal o'zingizga o'yiningizga qarab ko'taraverasiz. Masalan, menga 6 chank yaxshi. FPS ham bu 120 va hech kimga ko'tarmasa ham kerak, uni mayli. Va nastroykaga kirib buni normaldan o'zlaringga qarab ko'tarib olasizlar. Masalan, menga 95 yaxshi. Ya'ni bu ko'rish uzoqligi deyiladi va endi bemalol bitta sinov uchun mir yaratishimiz mumkin. Va kirganimizdan so'ng esa birinchi navbatda nomini o'zgartirib olamiz. Nimagaki u shunchaki nomi xolos. Nomini masalan sinov uchun sinov deb qo'ysak ham bo'ladi. Va kreativ qilamizda, bu shart emas va Creative World. Va mirni ochish tezligi bu sizlarning telefonlaringiz kuchli yoki kuchsizligiga qarab tezlashib boradi. Va biz ozgina tezlashtirib buni sizlar uchun qisqa qilib ko'rsatib beramiz. Kirgandan so'ng esa bizda dahshatli qochishlar va meni telefonimda minimum 11-14 FPS ushlab turibdi va hammaga xayr do'stlar.
Sizlar bilan yana ko'rishguncha, xayr, sog' bo'lasizlar.